Bir odam, bir ayol voqeada aytadi. Uylandik deydi, to'yimiz bo'ldi. Erim juda ibodatli. Uni ibodatini ko'rib o'zim havas qilaman. Tahajjudni o'qiydi, zuhoni o'qiydi, ishroqni o'qiydi, 5 mahal namozni kanda qilmaydi. Ota-onasiga shunchalik mehribonki, men faqat duo qilamanki, meni ham farzandlarim, bizdan tug'ilgan farzandlar xuddi erimday ota-onasiga mehribon bo'lsin deb duo qilaman deydi. Taqriban 2-3 yil turmush qurdik. Alloh bizga qiz farzand berdi. Unga Asmo deb nom qo'ydik deydi, ism qo'ydik. Asmo deb nom qo'yganimizdan keyin oilaviy ahvolimiz ozginadan keyin yomonlasha ketdi. Yomonlashganida erim bugungi kunda mana bugun bizda ham bor-ku, 15 kun ishlaydi, 15 kun uyda. Katta tashkilotlar bor, taqriban 20 kun ba'zi birida ishlaydi, 10 kun uyda yoki 15 kun ishlaydi, 15 kun uyda. Shunaqangi uzoqroqda joylashgan tashkilotga qimmatroq oylikka ishga joylashdilar. Mutaxassis edilar, halol inson edilar. O'sha joyda ishladilar, ancha moddiy imkoniyatlarimiz yaxshi bo'ldi. Taqriban qizim 5 yoshga kirdi dedilar. 5 yoshga kirganda erim yo'ldan, o'sha safardan uyga kelayotgan vaqtida avtoavariyada uchraganini bizga doktorlar aytdi. Avtoavariya bo'ldi. Telefon nomeridan, raqamdan sizlar oila degan nomerga telefon qilyapmiz. Mana shu joyda avtoavariya bo'lgan, bizni kasalxonamizga eringiz yotdi. Biz bordik. Qaynana, qaynatam, qizim, men. Bordik. Doktorlar aytdi. Juda qattiq avtoavariya bo'lgan, katta mashina urgan. Miyani 95% ishdan chiqqan, 5% ishlayapti. Koma holatida. Umuman bilmaydi, umuman sezmaydi, umuman harakatlanmaydi. Biz aytdik endi. Bo'ldi, kutamiz. Bu yo'q Allohdan. Bir kun men qolardim kasalxonaga, bir kun qaynanam qolardilar, bir kun qaynatam qolardilar, bir kun erimni singillari qolardi, bir kun opalari qolardi, bir kun akalari qolardi, bir kun o'rtoqlari qolardi. Demak, shunday navbat ila biz erimga qaradik, deydi. 5 yil bo'ldi deydi. Bir xil holatda apparatga olingan 5 yil xuddi shunday. Menga ko'pchilik maslahat berardi. 5 yil bo'ldi. Umuman qaramaydi, chunki kasal. Nafaqa ro'zg'or qilmaydi, chunki iloji yo'q. Sen mahkamaga, qoziga yozib ber, seni ajrashtiradi. Boshqa er qil, boshqa oila qil degan takliflar ham bo'ldi deydi ayol. Qizim 10 yoshga kirgan deydi.